Assalomu alaykum hammaga. Vaqtimiz bor edi. Kechagi Damas hamma yog'i yuvildi. O't iddo yuvildi. Oldida gubka almashgan. Pujinalar sinib yotuvdi. To'g'riladik bir amalab. Linoleum solindi. Tegidi eski linoleum gilam plami bilan chiqarib tashlab, kuzovini yuvib tushirilgan buniki. Boshqa bar qo'yilgan. Hozir men bu yoqda barni qo'yaman. Tarpetka almashadi, tarpetkaga tegilmagan umuman. Tarpetka silikon tek-tugi bilan almashadigan bo'ldi. Ozgina aybi bor tarpetkani. Chexol taqildi polностью. Mana aybi bor edi. Mana ayblari bor. Hozir bar bilan anaqasini qo'yamiz. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqada. Charchamanglar. Mayda juda plastmassalarni o'zimiz qo'yamiz deyishdi. Aytgach va plafonigacha almashdik, yangi qo'yildi. Charchamanglar, ishinglarga omad.